Assalomu alaykum. Milliy sertifikat savollarini ko'rishni davom etamiz. Ikkinchi smenada shunday savol qo'yilibdi. G'alayonlanmagan vodorodning elektroni impuls momenti 2H ga oshdi. Bunda uning aylanish davri qanday o'zgaradi va qanday foton energiyasi yutadi degan savol qo'yilgan. Uning yo'llanish energiyasi ma'lum 13,6 elektron voltga teng. Demak, nima qilamiz? Birinchi o'rinda uning impuls momentini yozamiz. Bohr postulatiga ko'ra uning impuls momenti h' ko'paygan n ga teng, ya'ni n bu sathni g'alayonlanmagan holatdan boshqa sathga o'tdi. Bu degani demak dastlab 1 bo'lgan, keyin qandaydir m-inchi sathga o'tgan. Normal. Shu paytda demak L1 teng bo'ladi h1 ko'paygan h' ko'paygan 1 ga, L2 teng bo'ladi h' ko'paygan m ga. Impuls momenti 2H ga o'zgardi. Bu degani bularning ayirmasi aynan 2H ga teng. L2 ni topib olamiz. L1 bu tarafga qo'shilgan bo'lib o'tadi. O'z-o'zidan L1imiz H' ga teng. Qo'shadigan bo'lsak 3H kelib chiqadi. Bu degani teng bo'ladi H ko'paygan m ga. M'imiz kelib chiqadi 3 ga. Ya'ni bu degani birinchi sathdan 3-sathga o'tdi. Uning aylanish davri qanday o'zgaradi? Uning aylanish radiusi o'zgarishini topib olamiz. Ya'ni aylanish radiusi R0 ko'paygan n kvadrat ko'rinishda o'zgaradi. N'imiz ya'ni sath nomeri 3 marta ortdi. Bu degani sath nomeri 3 marta ortsa, uning aylanish radiusi 9 marta ortadi kvadratning hisobidan. Endi aylanish davri qanday o'zgaradi? Aylanish davri Keplerning 3-qonuniga ko'ra davrlarining kvadratlari nisbati radiuslarining kublar nisbatiga teng. Hozir holatda 9 ni kubga oshirib kvadratizmdan chiqaramiz. 9 ni kubga oshiradigan bo'lsak, 9 ni o'zi 3 ni kvadrati ko'paytiraman uning kubiga. Kvadrat bilan 3 ning kvadrati qisqarib 3 ning kubi qoladi. Bu degani davr 27 marta, ya'ni 3 ning kubi deganimiz 27 marta ortadi degan javob kelib chiqadi. Davri. Ya'ni A ning javobi. B esa yutilgan foton energiyasi so'ralgan H ni Bohrning postulatiga ko'ra foton energiyasi E0 taqsim n kvadrat minus E0 taqsim m kvadratga teng. Ya'ni E0imiz 13,6 ga teng. Uni ko'paytiraman 1 taqsim 1 kvadrati ayiraman 1 taqsim 3 ning kvadratini. Bu degani 8 ta E0 taqsim 9 ga teng degan javob kelib chiqadi.